Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun bir nechta bemorimiz qayta ko'rikka kelishdi. Xo'p, Shokirov Imronbek 2020-yilda tug'ilgan yigit. Bularda allergologik holatlari tekshirilganda 1118 chiqqan va bir oydan so'ng biz qayta ko'rikka kelganlarida tekshirganimizda 638 ko'rsatkichga tushgan. Bu juda zo'r ko'rsatkich va holatlari yaxshilangan. Bular asosan nafas siqishi, bo'g'ilish, yo'tal bilan shikoyat qilishgandi. Juda ham zo'r, ota-onasi xursand va davolash muolajalari yana davom ettirildi. 3 oydan so'ng qayta ko'rikka chaqirildi. Keyingi bemorimiz Habibullayev Dilmurod. Bular 2004-yil yigitimiz. Bular ham kelgandagi shikoyatlari nafas siqish, bo'g'ilish, yo'tal, hansirash edi. Holsizlik 1402 edi. Tahlil natijalari va bularda retrosternal limfatrof gormon terapiya usulini o'tkazganimizdan so'ng, xo'p, hozirgi holatlari 631 единицаga tushgan. Juda ham zo'r, holatlari yaxshilangan, nafas siqishlari yo'q, holatlari yaxshi, yengillik, hansirashlari yo'q, aktiv, уже ish faoliyatlari ham tiklangan, harakatchan, kayfiyatlari ham a'lo darajada. Xudo xohlasa bularni ham 3 oyga javob berdik. Kerakli immunitetni oshiruvchi dorilar va vitamin terapiyalar qilib berdik. Xudo xohlasa 3 oydan so'ng qayta ko'rikka keladilar. Xo'p, ulardan keyingi Kim Maksim. Bu yigitchamiz kelganda bularda burun bitishi, ko'z yoshlanishi, qorinda og'riq shikoyatlari, holsizlik, tez charchash, undan tashqari ishyoqmaslik, dangasalik va shu bilan birgalikda o'qishga qiziqish past edi. Xo'p, 1146 chiqqan edi allergologik holatlari va bularda retrosternal limfatrof gormon terapiya muolajasini o'tkazganimizdan so'ng 349 ga tushgan. Hozirgi holati ota-onasi o'zi ham juda ham xursand va ko'rsatkichlari yaxshilangan, o'qishga qiziqishi ortgan va aktiv. Agarda kimningdir o'zida yoki farzandida, yaqinlarida allergologik va immunologik muammolar mavjud bo'lsa, nafas siqishi, bo'g'ilish kabi shikoyatlar mavjud bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling, kasal bo'lmang. Siz bilan Muxtorov Sherzod bo'ldi. Bizning manzilimiz Toshkent shahri, Chilonzor tumani, 7-mavze, Lutfiy ko'chasi, 55-A uy, Aram klinikasi.